guvohnomasining 408-sonli qaroriga asosan Davlat xizmatlari markazi tomonidan haydovchilik guvohnomasini berish tartibi yo'lga qo'yilgan bo'lib, birinchi marotaba oluvchilar eski namunadagi haydovchilik guvohnomasini alishtirish, yo'qolgan haydovchilik guvohnomasini tiklash xizmatlari yo'lga qo'yilgan bo'lib, bunda birinchi marotaba oluvchilar uchun kerakli bo'ladigan hujjatlar fuqarolik pasporti, haydovchi imtihon yo'llanmasi, o'qiganlik guvohnomasi, tibbiyot ma'lumotnomasi talab etiladi. Alishtirish uchun kerak bo'lgan hujjatlarda tibbiyot ma'lumotnomasi, eski namunadagi haydovchilik guvohnomasi taqdim etiladi. Yo'qotilgan haydovchilik guvohnomasini alishtirish uchun kerakli hujjatlar tibbiyot ma'lumotnomasi, yo'qolganlik haqida tasdiqnomasini talab etilgan holda haydovchilik guvohnomalarini tiklab, qayta yangiga alishtirish xizmatlari yo'lga qo'yilgan bo'ladi.